Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiyot axborot kommunikatsion texnologiyalar tizimlari fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz demak jadval protsesslarida sohaga oid sonli ma'lumotlar bilan ishlash hisoblanadi. Demak, bu mavzuni yoritish uchun 4 ta rejani belgilab oldik. Shu bo'yicha demak bugun ma'ruzamizda to'xtalib o'tamiz. Endi jadval protsessorlari nima? Bu jadval prosessorlar asosiy vazifalari nimadan iborat? Demak, o'z-o'zidan aytib turibdi. Demak, jadval prosessi bu jadvallar bilan ishlaydi, ya'ni turli sohaga oid bo'lgan demak sonli ma'lumotlarni saqlash imkoniyatini beradi. Demak, bu yerda ma'lumotlarni qayta ishlash mumkin, ya'ni ana shu jadvallarda turgan ma'lumotlarni turli formula funksiyalar yordamida qayta ishlash imkoniyatini beradi. Va ma'lumotlarni demak tahlil qilish imkoniyati beradi. Turli demak statistik ma'lumot, grafik va diagramma ko'rinishidagi demak ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatini beradi. Ya'ni bu iqtisodiyotda jadval protsessorlari bilan demak ishlash eng ko'p tarqalgan usullar hisoblanadi. Endi jadval protsessorlarini bir necha demak mashhur bo'lgan jadval protsessorlar mavjud. Ulardan demak eng asosiysi mana biz eng ko'p ishlatadiganimiz Microsoft Excel, bundan tashqari Google Sheets bor, Office Calc bor, Apple Numbers bor, Zahoshit degan demak jadval protsessorlar bor. Mana shu bu hamma dasturlar ham o'zini demak plus minuslari bor. Ya'ni uni demak yuqori imkoniyati, quyi imkoniyatlari bor. Biz bugungi darsimizda ko'proq demak Microsoft Excelga to'xtalib o'tamiz. Demak, jadval protsessorlarida qanday demak ma'lumotlarni kiritish mumkin? Bu demak jadvallarga ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri demak klaviatura orqali demak kiritish mumkin bo'ladi yoki turli ma'lumot boshqa kompyuterlarda tayyorlangan ma'lumotlarni demak import qilish imkoniyati bor. Bular demak CSV, text yoki XML kabi formatlardagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlarni demak import qilish imkoniyati bo'ladi. Va o'z navbatida bu ma'lumotlarni demak nusxalash mumkin, ko'chirish mumkin va boshqa manbalardagi ma'lumotlar demak bilan ertaga keyingi nimalarda qayta ishlashda demak foydalanish imkoniyatini beradi. Bu demak jadval protsessorlari mana shu ko'proq iqtisodiyotda demak sonli ma'lumotlarni ishlash bilan shug'ullanadi. Endi jadval protsessorlarida turli formulalardan foydalanishimiz mumkin. Demak, biz o'sha matematikada ko'radigan demak qo'shish, ayirish, ko'paytirish amallari va foizlarni hisoblash mumkin, o'rtacha qiymatlarni hisoblash mumkin yoki maksimum, minimum qiymatlarni hisoblash mumkin va shartli formulalar orqali demak ma'lumotlarni filtrlash imkoniyati beradi. Ya'ni shu juda katta ma'lumotlar bo'lganda u ma'lumotlar filtrlanadigan bo'lsa, bizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni saralab olish demak imkoniyatini beradi. Endi Excelda matematik funksiyalar mavjud. Demak, mana shu matematik funksiyalardan demak foydalanish mumkin. Misol uchun ABS bo'ladigan bo'lsa, bu absolyut qiymati, x bo'ladigan bo'lsa, demak bu y darajasidagi qiymatlar, ln bo'ladigan bo'lsa, bu natural logaritm, demak Cohen indizi bo'lishi mumkin. Mopred, ya'ni aniqlovchini hisoblab beradigan demak funksiya va boshqa demak matematik funksiyalardan foydalanadi. Bundan tashqari demak statistik funksiyalar mavjud. Ya'ni biz mana bu ekonometrikada foydalanadigan juda ko'p yoki o'sha ehtimollar nazariyasi matematik statistik foydalanadigan juda ko'p statistik amallarni mana shu Excelda bajarish imkoniyati bor. Bu yerda demak f/(1) deganimiz demak bu Fisher mezoni demak kritik qiymatini chiqarib beradi. Z-test degani o'sha Z mezoni bo'yicha hisoblangan kritik qiymatni hisoblab beradi. Demak, Correl degani bu korrelyatsiya qiymatlarini, linear degani bu demak chiziqli regressiya nimasi koeffitsiyentlarni chiqarib berish mumkin va hokazo. Demak, mantiqiy funksiyalar mavjud va naqliy funksiyalar mavjud bo'ladi. Mana hozir demak bu yerda o'sha matematik funksiyalarni ko'rinishi mana shu o'sha biz formula qatoriga kirganimizda, formula qatorida demak mana shu
kategoriyalarni belgilasak, o'sha hozirgi qiymatlar chiqishi mumkin. Mana bu yerda demak matematik kategoriyasi belgilangan uchun o'sha matematikadagi demak amallar chiqib kelyapti. Endi agar logistikiy demak kategoriyasini tanlaydigan bo'lsa, demak mantiqiy amallar kelib chiqadi. Bu yerda turli mantiqiy amallar bo'lishi mumkin va o'sha masalalarni yechayotganimizda shu mantiqiy amal, misol если bo'ladigan bo'lsa, unisi yoki bunisi degan shart, ya'ni katta, kichik degan shartlarni bajarganda qaysi demak formulalardan foydalanish mumkinligini demak beradigan narsa. Va demak statistik funksiyalar, mana statistik demak bo'limini tanlaganimizda o'sha turli demak statistik mezonlar kelib chiqadi. Mana shu mezonlarda demak uni qiymatlarini hisoblab olishimiz mumkin va matnli funksiyalar demak o'sha tekstli bo'limini tanlaydigan bo'lsak, matnli funksiyalar kelib chiqadi. Bu demak turli formatda saqlash imkoniyatini beruvchi demak funksiyalar hisoblanadi. Endi jadval prosessorda ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish mumkin, ya'ni turli o'sha ma'lumotlarimizni demak diagrammalar ko'rinishida buni ifodalash mumkin. Demak diagrammalarimiz demak to'rtburchakli ko'rinishda, doirali ko'rinishda yoki chiziqli grafiklar ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu nimani beradi bizga? Demak o'sha jadvaldagi ma'lumotlarni biz to'liq tasavvurga ega bo'lishimizni demak imkoniyatini beradi. Bugungi kunda turli demak tashkilotlar, korxonalar yoki mana ommaviy axborot vositalarida beriladigan statistik ma'lumotlar mana shu diagrammalar ko'rinishida ifodalanadi va diagrammalar ko'rinishida ifodalanganda demak u bizga ma'lumotni to'g'riroq his qilish imkoniyatini beradi. Demak o'sha diagrammalarni demak mana shu ko'rinishda tanlab olishimiz mumkin. O'sha diagrammalarni demak shaklini tanlab olishimiz mumkin va ularni o'zgartirishimiz mumkin. Mana shu orqali demak biz diagrammalar shaklini tanlaymiz. Albatta bu yerda jadval ma'lumotlari bo'lishi kerak. Shu jadval ma'lumotlarida qaysi demak manbalarni biz diagrammaga aylantiramiz, buni demak belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana diagrammaning ko'rinishi o'sha turli diagrammalar shakllarini tanlash mumkin va uni ko'rinishini har xil tiplarini tanlash mumkin va mana jadval qiymatimiz demak bu yerda yadda ichki mahsulotlarni diagramma ko'rinishida ko'rilyapti. Mana bu jadval ko'rinishida turganda biz ma'lumotni to'liq his qilmasligimiz mumkin, lekin grafik ko'rinishida turganda biz to'liq his qilamiz. Demak 2010-yildagi bilan mana 2024-yildagi o'rtasidagi yadda ichki mahsulotlar hajmining o'sish dinamikasini yaqqol bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, diagramma bizga mana shu imkoniyatlarni taqdim etadi. Endi jadval prosessi turli pivot jadvallardan demak foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu ma'lumotlarni turli kesimlar bo'yicha umumlashtirish imkoniyatini beradigan yoki bir nechta o'lchovlar bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini va bu ma'lumotlarni demak dinamik ravishda demak filtrlash imkoniyatlarini beradi. Jadval prosessorlarda umuman sohaga oid bo'lgan sonli ma'lumotlar bilan ishlashda pivot jadvallar murakkab tahlillarni demak tez va samarali bajarishimizga demak bizga yordam beradi. Endi Excel'da Microsoft Excel umuman jadval prosessorlarining o'ziga xos demak imkoniyatlarni kengaytirish mavjud. Ya'ni o'sha jadval prosessorlarda turli demak matrislardan foydalanishimiz mumkin. Demak, matrislar bu juda ko'p takrorlanadigan vazifalarni avtomatlashtirib uchun mo'ljallangan dasturlar hisoblanadi. Biz o'sha matrislardan foydalanganimizda bu bizga haligi nimani beradi deydigan bo'lsa, o'sha juda ko'p takrorlanadigan amaliyotlarni demak qaysidir demak klavishga moslashtirib qo'yishimiz mumkin. O'shani eshitganda u ma'lumotlarni berish imkoniyatini beradi. Demak, bu yerda turli haligi vaqtda oladigan amallarni avtomatlashtirish imkoniyatini beradi. Demak, bu navbatda vaqt tejaladi va xotirani kamroq foydalanish imkoniyati bo'ladi. Chunki biz qancha ko'p amallarni bajaradigan bo'lsak, bu demak operativ xotiraga turli yuklamalarni beradi. Jadval prosessorlarda ma'lumotlarni demak himoyalash mumkin. Demak, bu ma'lumotlarni turli parollar orqali demak himoyalab qo'yish mumkin yoki alohida katakchalarni o'zini demak himoyalab qo'yish mumkin yoki ma'lumotlarni yashirib qo'yish mumkin. Demak, haligi birinchi ma'ruza darsimizda aytganimizdek, iqtisodiy axborot demak bu
bu qiymatga ega bo'ladi. Jadval proseslarni demak shu eng ko'p ishlatiladigan iqtisodiy axborotlarni tahlil qilishga mo'ljallangani uchun albatta uni demak himoyalash usullarini demak o'rganib qo'yamiz. O'sha himoyalash usullarini amaliy mashg'ulot darslarida demak bemalol ishlatishni ko'proq o'rganamiz va mustaqil darslarda buni qayta ishlab takomillashtirib boramiz. Jadval proseslarida ma'lumotlarni demak tahlil qilish mumkin, ya'ni ma'lumotlarni demak ajratib olish mumkin, turli ma'lumotlarni demak grafik ko'rinishda yoki statistik ko'rsatkichlarni hisoblash, prognozlashda demak foydalanish mumkin. Bu jadval ma'lumotlari shunga demak bizga imkoniyat beradi. Endi turli jadval proseslarida ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini sifatida ham ishlatishimiz mumkin. Bu jadvallarda demak oddiy ma'lumotlarni demak ma'lumotlar bazasi sifatida shakllantirganimizda bu ma'lumotlarni demak jadval ko'rinishida saqlash, ma'lumotlarni saralash va filtrlash imkoniyati, ma'lumotlarni qidirish imkoniyatlari, bu ma'lumotlar orasida demak bog'liqliklarni topish imkoniyatlarini bizga taqdim etadi. Hozirgi kunda juda ko'p mana bu bank va buxgalteriya sohasida foydalanadigan dasturlarni asosida mana shu demak Microsoft Excel yotadi. Shu Microsoft Excel'da demak ma'lumotlar bazasi sifatida ular demak foydalanadi. Endi jadval prosessorlari demak hamkorlikda ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Demak, o'sha jadval prosessorlardan bir vaqtning o'zida bir nechta demak foydalanuvchilar foydalanishi mumkin. Bu demak o'sha ma'lumotlarni demak birgalikda tahlillesh, uni kuzatib borish, demak turli izohlar qoldirish mumkin. Vaziyatlarni demak ya'ni kerakli masalalarni bo'lib olib, u vazifalarni bajarib, demak yagona demak bitta ma'lumotlar jadvalga keltirish imkoniyatlarini beradi. Endi jadval prosessorlari demak yuqorida aytganimizdek asosan sonli ma'lumotlar bilan demak ishlaydi. Bu ma'lumotlarni tizimli saqlash, formulalardan demak to'g'ri foydalanish, ma'lumotlarni muntazam jamiylash va uni demak turli shakllar ko'rish, ya'ni vizualizatsiya qilish imkoniyatlarini bizga taqdim etadi. Va bugungi darsimiz uchun asosiy demak adabiyotlar keltirib o'tilgan. Adabiyotlar demak uni kutubxonalar, institut axborot resurs markazidan yoki axborot Unilibrary axborot kutubxonadan olishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.